mayli telbadinglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Men ayni daqiqalarimizda biz Sirdaryomizda ancha yillar mobaynida o'z ovozlari, o'z sanatlari bilan el xizmatini qilib kelgan bir san'atkorni ko'rib qoldim, ustozim ko'rib qoldim. Anchadan beri ko'rmagandim. Hozir telefonda gaplashib suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. O'zingizga salomatsiz? Charchamayapsizmi? Sirdaryoda yana ko'rayotganimizda xursandmiz. Rahmat. Sirdaryoliklarga bir niyatlar. Avvalo assalomu alaykum Sirdaryo ahliga, bizni o'sha tanigan, bilgan akalar, ukalar, opalar, singillar hammalaringga salom. Xudo xolasa biz mana bugun go'zal bir oqshom guvohi bo'lib turibmiz. Yoshlarga baxt tilaymiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Xudo xolasa sizlar ham yaxshi kunlaringda biz xizmatda bo'laylik, iloyim. Xizmat qilaylik, yaxshi kun qilinglar, iloyim. Yaxshi kunlarda mana shunday san'atkorlar yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Shu tilakdoshimiz. Rahmat, sog' bo'linglar. O'zi aslida bunaqa so'zlarni suxandonlar aytadi, lekin xonandadan, ya'ni hofizdan bir shingil qo'shiq bo'lsa, o'sha ustoz san'atkor Otabek Muhammad Zohid repertuarida o'zingizga yoqqan tarona va bizga yoqqan tarona. Bu pishmas savdomi deb yuboraman, chorasiz qolganda ishq bozorida. Umidvor lek qalbi tilka poraman, bir hikmat bor deya yor ozorida. Mayli telbadinglar, mayli devona, nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor. Gulni bulbulga aylab begona, kimning ko'ngli to'lar, kimga qanday kor. Rahmat, sog' bo'linglar. Muxlislarimizga akalar, tanish bilishlar hammalaringga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, salomat. Hurmatli azizlar, shu bizga va sizga tanish bo'lgan Abduvohid Ergashevni yaxshi kunlaringizda xizmat qilishni xohlovchilar ekranlaringizda namoyon bo'layotgan raqamlarga bemalol murojaat etasizlar. Yaxshi kunlaringizda, yaxshi to'ylaringizda doimo sizlar bilan birgalikda